Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulillah. Alloh taologa beadad hamdu sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durudu salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni mana shu majlislarda, valima to'ylarda jam bo'lmog'imizni Robbim nasib ayladi. Alloh taolo har birlaringizni tashrifu qudumlaringizga Alloh taolo barakot bersin inshaalloh. Eshon-mo'g'illar, katta ustozlar oldida beodoblik bo'lmasa inshaalloh biz mav'izalarimizni davom ettirishlikka ruxsat oldik. Alloh taoloning o'zi barchalarimizga manfaatli bo'lmog'ini Robbim nasib aylasin. Inson zoti Alloh taolo faqat inson zotiga til ne'mati, ya'ni tilini gapiradigan qilib qo'ydi Alloh taolo. Tillar bor, hayvonning tillari odamlarning tilidan kattaroq, mukammalroq bo'lishligi mumkin. Jonzotlarning tili odamning tilidan go'zal yoki baquvvat bo'lishligi mumkin, lekin gapirish imkoniyati yo'q. Alloh subhanahu va taolo insonga mana shu ne'matni berdi. Tili gapiradi. Nima uchun? Amr ma'ruf va nahiy munkar qilishligi uchun, odobni, tarbiyani, ya'ni yaxshi maslahatni berishi uchun. Yomonlik ko'rsa qo'lidan olib, birodarim, bu ishing xato. Bu ish mumkin emas degan ma'noda amr ma'ruf va nahiy munkar qilishlik uchun Alloh taolo ne'mat o'laroq inson zotini tilini gapiradigan qilib qo'ydi. Muhammad Rotib Nobulusi aytadilar, til shunday ne'matki, inson uni qadrini va haddini bilmaydi. Bir tuti bor, oddiy tuti. Uning narxi $20,000. Ha, nima uchun buncha qimmat desa, 8 ta so'z biladi deydi. Bitta tuti 8 tagina so'z ayta oladi. Shuning uchun narxi $20,000. Oddiy tutilarning narxi $20 emas. Bugungi kunda oddiy tutqushni narxi kelinki $20 deylik. Bu nima uchun qimmat desa 8 ta so'z biladi deydi. Bizning tilimiz nechta so'z biladi? Bu so'zlarni kim o'rgatdi? Alloh o'rgatdi. Alloh taolo bizlarni tilimizni qanchalik bebaho qilib qo'ydi. Alloh taolo fazilat berdi. Shuning uchun bu tilni inshaalloh yaxshilikda ishlatish, amr ma'ruf va nahiy munkarda ishlatish. Bu til g'iybatni ham gapiraveradi, bo'htonni ham gapiraveradi, yomonlikni ham gapiraveradi. Yoki odamlarni sha'ni obro'yini tushirish masalasida ham gapirishligi mumkin. Lekin birodar, zikr ham ayta oladi. Tilovati Qur'on ham qila oladi. Insonlarga manfaatli narsalarni gapirib, insonlarga o'rgata oladi ham. Shuning uchun inson tilini Alloh taolodan fazl so'ragan holatda yaxshi narsalarga, salohiyatli amallarga va inshaalloh diniga va oxiratiga foyda keltiradigan amallarda ishlatsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Falyaqul khayran aw la yasmut." Birodar, ey sahobalar, ey ummat, gapirsalaringiz to'g'rini gapiring. Yaxshini gapiring. Agar yaxshini, to'g'rini, nasihatni gapira olmasangiz, demak jim turing. Demak, jim turganingizda bir manfaat bor. Mana shuning uchun bugun alhamdulillah xitob qilishlik, mav'iza qilishlik yoki shu mav'izalarni eshitib birodarlarimizga yetkazishlik mas'uliyatini Alloh taolo bizga berdi. Alloh taolo hammalarimizga manfaatli bo'lmog'ini Robbim nasib aylasin. Alloh taolo bugungi kunda barchalarimizni nafs tarbiyasi, oxiratni o'ylash, ilm va tadrisda bardavom bo'lishlik, har bir masalada nafaqat dinni, dunyoni, oxiratni o'ylagan holatda amallarda bardavom bo'lishligimizda Robbil alaminning o'zi nasib aylasin inshaalloh. Bir olim aytadilar, men bir do'konchini oldidan o'tdim. Do'konchi aytdiki, menga qassob: "Ey birodarim, siz go'sht olmaysizmi?" dedi. Men unga aytdimki, go'shtga pulim yo'q. Deganda, birodar, olavering, siz ishonchli odamsiz.
keyinroq ham berasiz dedim, dedi do'konchi menga. Va olim aytdilar, birodar, sizga keyinroq bergandan ko'ra men nafsimga keyinroq beraman dedilar. O'sha nafsimga go'shtni keyinroq beraman. Sizga pulini keyinroq berishganimdan ko'ra men nafsimni ovutaman, aytamanki keyinroq go'sht yeysan deyman. Katta qoida bu. Bugungi kunda nafsimga keyinroq beraman degan masala bizda yo'q. Nafsimizga biz tezroq berishimiz kerak. Yaxshi narsalar, yangi narsalar, zo'r narsalar yoki bugungi kundagi imkoniyatlar, nafs tarbiyasi yo'q. Shuning uchun olimlarimiz aytadilar, inson zotiga biz achinamiz. Qandayki o'sha go'shtni oshpaz olovda pishirayotgan vaqtda men go'shtga qarab yig'lagim keladi. Toyinki u hayvonning go'shti suyilgan, hayvon o'ldirilgan, uning go'shtini qozonda biz pishiryapmiz, lekin joyi kelganda Alloh taolo panoh bersin. Agar Alloh taolo bandani do'zaxiylardan qilsa, Alloh taolo bandani jonini olmay turib go'shtini pishiradi. Shuning uchun nafsimizga mana shu gapni aytib turishligimiz kerak. Ya'ni nafs o'z joyida tursin. O'ziga rejalashtirilgan, belgilangan va haddi sig'adigan va ruxsat berilgan amallarda inson bardavom bo'lishligini biz nafsimizga, bugungi kunda farzandlarimizga tushuntiraylik. Agar inson bugungi kunda nafsini tarbiya qilmasa, nafsi havolanib ketsa, nafsi har narsani xohlayversa, insonning juda ham og'ir mas'uliyati, oxiratda uning juda ham og'ir masalada qolib ketganligini biz ko'ramiz bugun. Shuning uchun bugungi kunlarda har bir qilayotgan ishlarimizni nafsimiz uchun emas, oxiratimiz uchun, Alloh taoloning roziligi uchun qilmoqligimiz. Tashrifiy hudum qildik. Jamlandik mana shu joyda. Maqsad nima? Maqsad obi taom emas. Maqsad xonadon egalari ularning farzandlarining nomiga, haqqiga duo qilish. Mana shu duo uchun yig'ildik. Chunki duo, uning duoning kuchi va ta'sirini biz sezganmiz. Domla Hindistoniy aytadilar. Katta mashhur olimlardan, buni ko'p kishi taniydi. Domla Hindistoniy aytadilar, siz olim bo'lganingizni biror bir sababi yoki unga u yo'l uchun totilgan mashaqqatlarni siz ayta olasizmi deganda men ayta olaman dedilar. Mening olim bo'lishligimning sababi bitta dedilar. Nima desalar, bir kun bir voqea bo'ldi dedilar. Buxoroda o'qib yurgan vaqtimizda dedilar Domla Hindistoniy. Ayol qizlar madrasasining oldida hovuz bor, agar kim borgan bo'lsa. Hovuzning oldida bir kun o'sha joyidan o'tib ketayapsam, Jo'ybor mahallasida bir qizcha yig'lab turibdi. Sen men uni oldiga bordim. Nega yig'layapsan dedim. Men onam non pishirib beradi. Men kelib mana shu joyda non sotaman. Savatni yuvaman desam, nonlar solingan xaltachada pullar bor edi. Sotgan nonlarimning puli. Savatni yuvaman desam, qo'limdan hamyon mana shu hovuzga tushib ketdi. Shuning uchun yig'layapman. Yig'lama, Alloh taoloning taqdiroti. Onamga tushuntirasan deganda, yo'q, onam o'gay, tushunmaydi, meni uradi, meni qiymaydi dedi. Shuning uchun nima qilishimni bilmay yig'lab turibman dedilar. Domla Hindistoniy aytadilar, havo ozgina sovuqroq, salqin, kiyimimni yechtimda hovuzga o'sha hamyonni topib berishlik uchun kirdim. Biz kiramizmi? Yo'q. Biz o'tib ketaveramiz, indamay o'tib ketaveramiz. Musibat bo'lgan joyda ham, biror bir yordam kerak bo'ladigan joyda ham biz indamay o'tib ketaveramiz. Toyinki u sovuq suvga kirish? Yo'q. Men dedilar, o'shani qidirdim. Suvni tagiga sho'ng'idim. Birinchi martada topa olmadim, ikkinchi martada topa olmadim. Qizcha battar yig'lay boshladi. Topmasak bo'lmaydi dedi. Onam meni juda battar qiynaydi. Uchinchi sho'ng'ishda Alloh taoloning taqdiroti ila o'sha hamyonni topdim. Mana shumi dedim, ha dedi. Hamyonni qo'liga tutqazdim va turdim.
U menga rahmat aytdi. Hamyonning ichidan nimadir bermoqchi bo'ldi qizcha. Men aytdim, "Yo'q, kerak emas. Men unda sizni qanday rozi qilay, qanday rahmat aytam deganda, meni haqqimda duo qil" dedilar domla Hindistonlik. Qizcha nima dedi? Men dedi, duo qilishni bilmayman. Men yosh qizcha bo'lsa, qanday nima deb sizni duo qilaman dedi. Shunda domla Hindistonlik aytadilar, "Men aytib turaman, duoni aytib turaman, sen amin deysan" dedilar. Aytib turdilar. U xo'p dedi qizcha. Domla Hindistonlik aytdilar, "Mana shu aka, ya'ni mana shu odam meni hamyonimni topib bergan odam olim bo'lsin." Qizcha aytardi, "Amin." Bu juda ko'p ilmlarni o'rgansin. Qizcha aytardi, "Amin." Alloh taolo ilm yo'lini mana shu insonga hamyonini topib bergan insonga oson qilsin. Qizcha aytardi, "Amin." Bo'ldi, Allohu akbar. Allohu akbar deb duo qildi. Qizcha u tomon ketdi, men kiyimlarimni olib, men uyimga bordim dedilar. Men aniq bilamanki dedilar, men o'sha duoni olganimdan keyin Alloh taolo menga ilmning eshigini ochdi. Mening olim bo'lishligimning sababi ham mana shunda. Men o'sha yoshgina qizchaning duosini olganman dedilar. O'zi qizcha duo qila olmasdi o'sha yerda. Mana shuning uchun duoda gap ko'p. Alloh taoloning o'zi fazilat bersin. Turganda, o'tirganda birodar, birovga yaxshilik qilib duo qiling, duosini so'rang. Alloh taolo har bir mu'min bandaning duolarini ijobat qiladi. Alloh taoloning o'zi har birlarimizga manfaatni va yaxshiliklarni Robbim nasib qiladi shunda. Farzandlarimiz bor bugun. Ayollarimiz bor, o'zlarimiz bor bugun. Alhamdulillah, Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin. Umumiy ma'noda bir masala bor. Umumiy ma'noda biz bugun ayollarimizni ham, farzandlarimizni ham agar ularga ilm o'rgatmasak, ularga duoni o'rgatmasak, ularga Robbilarni tanitmasak, masala og'ir. Agar insonning boshida bir musibat tushsa, birodar, inson borki, boshida musibat tushadi. Agar musibat tushmasa insonning boshida, payg'ambarlar musibatdan xoli bo'lardilar. İnson hayotki ustida musibatlar turadi. Demak, u musibatlarga sabr qilish masalasi. U musibatlardan chiqish masalasi. U musibatlar bilan qanday muomala qilishlik yoki birovga qaysi mas'alani o'rgatishlik masalasi bo'lsa, birodar, bandada ilm bo'lmasa, u juda tang va qiyin ahvolda qoladi. Shuning uchun eng katta mas'uliyat otalarga, eng katta mas'uliyat bobolarga, farzandlarimizni, nafaqat qiz farzandlarimizni, ayollarimizni ilmli qilmoqligimiz, ularni ilm o'rganishligi uchun, odob o'rganishligi uchun birodar sharoit yaratib bering. Chunki ular bizga omonat. Biz omonat deganda nima deymiz? Uni kiyintiryapmiz, uni yediryapmiz, yangi imorat qurib beryapmiz, katta to'y qilib beryapmiz. Yo'q. Bizni asosiy omonatlarimiz uning ibodati qay holatda? Farzandimiz bor. Uni tashqi ko'rinishi juda go'zal. Birodar, ichki go'zalligi qanday? Tahorati qanday? Uning namozi qanday? Uni duosi qanday? Uni bugungi kundagi dinga, Allohga, payg'ambarga munosabati qanday? Ayollarimiz bor. Omonat deganda faqat moddiy ma'noni bugun tushunadigan bo'ldik. Omonat deganda biz bugungi kundagi vaqt omonat. Bugungi kunda biz sizni olib borayotgan ishlarimiz, ibodatlarimiz, farzand ne'mati, ayol ne'mati, mol va davlat ne'mati, bular omonat. Bu omonatlarga shariat doirasiga, qonun qoidasiga yarasha muomala qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo bizlarga farzand berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La yanzurullohu ila suwarikum va amwalikum va auladikum, walakinna yanzurullohu ila qulubikum va a'malikum." Erta qiyomat bo'lganda, inson vafot etganda Alloh taolo bandaning mol va davlatiga qaramaydi. Nimaga Alloh taolo bandaning mol va davlatiga qaramaydi? Chunki mol va davlatni kim berdi? Alloh berdi.
bandaning farzandlariga, avlodlariga, buni 4 ta o'g'li bor, buni 4 ta qizi bor, bu qiz, bu o'g'il farzandlariga Alloh taolo qaramaydi. Chunki u ne'matni kim berdi? Alloh berdi. Alloh taolo bandaning nasablariga qaramaydi. Chunki insonda tanlash ixtiyori bormi? Men faloncha nasabdan tug'ilaman degan ixtiyor bormi? Yo'q. Nasabni ham Alloh taoloning o'zi berdi. Shuning uchun bu narsalarga Alloh qaramaydi. Alloh taolo qaraydigan narsa bor. Amallar va qalb. Alloh taolo bandaning qilgan amallariga qaraydi va bandaning qalbidagi holatga qaraydi. Amal qilyapmiz bugun. Qalbimizning holati qanday? Amallar qilyapmiz odamlar uchunmi? Qalb holati qanday? Yoki amallar qilyapmiz, qalbimizda juda ixlos va muhabbat bor. Shumi? Demak, Alloh taolo amallarning qalb holatini Alloh taolo albatta bunga qaraydi. Mana shu narsalarga qaraydi. Alloh taolo dunyo masalasiga qaramaydi. Bugungi kunda dunyo shunday bo'ldi. Bir katta insonning qo'shnisi, mansabli insonning qo'shnisi vafot etsa, hamma qator boradigan zamon bo'ldi bu. Lekin o'sha mansabdorning o'zi vafot etsa, hech kim bormaydi. Yangi o'sha mansabga tayinlagan odamni tabriklashga boradi janozani o'rniga. Shunaqangi zamon bo'ldi bugun. Shuning uchun Alloh taolo nima deyapti payg'ambar sollallohu alayhi va sallam orqali? Alloh taolo qalbimizga qaraydi. O'zi nimaga boryapmiz? To'yga keldik, janozaga bordik. Farzandimizga bir ihson qilyapmiz. Yetimning boshini silyapmiz. Nima uchun? Qalbning holati qanday? Men ma'rakaga boraman, marosimga boraman, duo qilaman. Duo qilganimdan keyin inshaalloh Alloh meni duoyimni ijobat qiladi. Men bir janozaga boraman. Nega? Alloh taolo janozaga borgan odamga bir qirot savob beraman dedi. O'sha qirotdan umidvormiz, odamlar uchun emas. U bizni janozamizga, otamiz, bobomiz vafot etganda janozaga keldi, men ham borishim kerak degan uchun emas. Payg'ambarimiz aytganlar, kim janozaga qatnashsa bir qirot. Kim qabr boshida ko'milishga qatnashsa yana bir qirot. Demak, janozada to'liq qatnashgan odamga 2 qirot savob bor. Qirotning kattaligi Uhud tog'ining barobaricha dedilar. Men mana shu savobdan umidvorman. Kim vafot etgan bo'lsa qizig'i yo'q. Biznikiga kelganmi, biznikidan ketganmi, yo bizni otamiz vafot etganda u bizni janozamizga qatnashgan, qatnashmagan qizig'i yo'q. Biz hadisga qiziqamiz bugun, savobga qiziqamiz. Nega? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bir qirot va'da qildilar. Degan ma'noda qalbning holati qanday? Shuning uchun har bir amallar agar Alloh taoloning roziligi uchun bo'lsa, eng go'zal va eng maqbul amallardan bo'ladi. Mana shuning uchun bugungi kunlarda Alloh subhanahu va taolo asliyatni, iymon va e'tiqodni bizlarga tushuntirmasa, agar biz ilm ila Xudodan so'rab islomni, haqiqiy mohiyatni tushunmasak, birodar, bugungi kunda ahvolimiz tang bo'lib boradi. Bugun farzandimiz bizga itoat qilyapti. Nega? Nima deydi? Ta'minot otamning qo'lida deydi. Chunki otam rahbar. Chunki har narsa otamning qo'li bilan aylanadi deydi. Men otamga bugun quloq solmasam bo'lmaydi deydi. Bugun ayollarimiz xonadonlarni yoki xonadon erkagini, o'zlarining erlarini xizmatlarini qilyapti. Nima uchun? Aslida bu narsalar majburiyat emas. Farzandlar otaning xizmatini qilishlik, ayollar o'zlarining xo'jayinlarining ishlarini qilishlik masalan. Aslida bu majburiyat emas, aslida bu sharaf. Sharaf holatida, savob holatida, Allohning roziligi holatida qilingan amallarning savobi va xonadonning barakasi ham boshqacha. Mana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo biz sizga yaxshilik bersin. Bugun behuda narsalar bo'yicha biz ovoramiz. Jonimiz halak, umrimiz o'tyapti. Lekin birodar, bo'ynimizda farzlar bor. Namoz farz. Namozning farzlariga biror kishi shubha bildirmaydi. Ilm farz. Birodar, ilm o'rganing. Kundalik hayotingizda kerak bo'ladigan ilmlar o'rganing.
Kecha ustozlar bilan maslahat qilganda, necha yildan beri namoz o'qiymiz? Biladiganimiz 4 ta 5 ta sura. 6-chi, 7-chi, 10-chi, 20-chi surani ham yodlaylik biz. 15 yildan beri namoz o'qiymiz. Qur'onni arabiysini o'qiy olmaymiz. Birodar, o'qing, qunt qiling. Hech bo'lmaganda Qur'onni arabiysi farzandlarimizga nasihat o'laroq bir kiril alifbosidagi kitoblarni ham o'qing. Alloh taolo biz sizga yaxshilik bersin. Bizlar hayot kerakli bo'lgan amallar, ya'ni dunyoda kerak bo'lgan amallar ustida ishlayapmiz bugun. Rivojlanyapmiz, ishlayapmiz, harakat qilyapmiz. Xo'p, dinimiz masalasi, ibodat masalasi, o'zimizni bugun saviyamiz masalasi qanday? O'zi kitob o'qish yodimizdan ham chiqib ketgandir. Kitob olib, kerakli joylarini yozib, men buni nevaramga, men buni ukamga o'rgataman va o'qib beraman degan masala yo'q. Telefondan bir qiziq narsa ko'rsak, unga bunga ko'rsatamiz, unga bunga tashlab beramiz. Lekin bir qiziq kitobimizdan o'qigan varog'imizni rasmga olib birodarlarimizga jo'nataylikchi bo'lingchi biz. O'zi iymon masalamiz, o'zi biz qaysi darajada turganligimiz mana shu joyda bilinmaydimi? Demak, bugungi kunda biz har birlarimiz Alloh taolodan fazilat so'ragan holimizda mana shu narsalarga biz bugun e'tiborli bo'lmoqimiz kerak. E'tibor mana shunda. Insonning bugungi kundagi saviyasini mana shundan bilsak bo'ladi. Bugungi kunda farzandingizni oling. Uni telefonini tekshiring. Birodar, uni saviyasi qanday? Hayotimiz o'tib ketyapti bugun. Nima bilan o'tib ketyapti? 4 ta masxarabozni qo'llab-quvvatlash bilan, 4 ta bema'ni suratlarni unga bunga tashlash bilan, internet tarmog'ida vaqtimizni o'tkazish bilan o'tib ketyapti. Uning o'rniga 2 qator Qur'on o'qing. 2 qator biror bir diningizga, dunyoyingizga foyda keltiradigan amallarda bardavom bo'ling. Alloh taolo sizga va oilangizga yaxshilik va farovonlikni beradi inshaalloh. Chunki bir narsa bor. Imom al-Buxoriy aytadilar: ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay ham. Haqiqatda bugun agar biz nafaqat dinni, dunyoni, ilmini yaxshi o'zlashtirmasak, ibodatga mahkam bo'lmasak, Allohga yopishmasak, Alloh taoloni o'zi fazlidan so'ramasak, bandaning ahvoli qiyin bo'lib boraveradi. Biz bugun rejalar qilyapmiz. Biz bugun harakatlar qilyapmiz. Kimga ishonyapmiz? Allohga ishonaylik bugun. Biz bugun kimga suyanyapmiz? Agar Allohga suyanadigan bo'lsak, har bir amallarimizga Allohni o'rtaga qo'yadigan bo'lsak, u ishlar Alloh taoloni fazilatli qilgan amallar bo'ladi. Chunki bugungi kunlarda masala shunday. Bizlar bugun kimdirga, qaysi bir ishga, yo moddiy imkoniyatga, yo bir mansabdorga, yo boshqa dunyo masalasiga ishimizni bog'lab qo'yamiz. Bir odam kelgan ekan, menga bir qarz bering deganda, u boy so'ragan ekanki, o'rtaga qo'yadigan odaming bormi? Bor. Kim? Alloh. Seni bir kafiling ham bormi? Bor. Kim? Alloh. Kafilim ham, vakilim ham Alloh. Odam aytadi, bu gapni aytgandan keyin qo'lim dag'illab qoldi, unga pul bermasam bo'lmaydigan bo'lib qoldi dedi. Pul berdim dedi. Aytilgan vaqt, falon vaqti Alloh o'rtada kafil, vakil ham Alloh, men mana shu kuni qaytaraman dedi. O'sha kun keldi deydi. Men dengizdan u tomonda yashayman. O'sha kundan bir kun oldin kelib pulini jamlab o'sha odamga eltib beraman desam, shamol bo'lyapti. O'sha kuni dengizga qayiq chiqmagan. Dengizni suzib o'tib bo'lmagan. Shunda men unga aytgandim, kafilim ham, vakilim ham Alloh. Bugun kima yo'q mana. U odam aytyapti, ya Robbi, kafilim ham, vakilim ham Alloh deb aldadimi? Ya'ni Xudoni o'rtaga qo'yib ham aldadimi bugun? O'ylayapti-da, Alloh taologa tavakkal qilib bir taxtaga, bir kundaga ichini o'yib
o'sha 1000 tilla tangani solib, yaxshilab boylab, dengizga oqizib yubordi va Allohga duo qildi. Ya Robbi, men kimdan qarzman sen bilasan. Vakil o'zing. Bu pulga kafil ham o'zing. Kimga yetib borishini Alloh o'zing bilasan dedi. Dengizga oqizib yubordi. Bunday holatda qilingan amallar hech qachon xato bo'lmaydi. Chunki kafil ham, vakil ham Alloh. U odam chiqdi. Aytilgan vaqt keldi, o'zim xijolat. Allohni ham vakil, ham kafil qilgan. Bir chiqib kutib olaychi dedi. Dengizni oldiga chiqsa, na bironta kema ko'rinadi, na birorta odam ko'rinadi, hech kim yo'q. Xafa bo'ldi-da, aytdiki, "Ya Robbi, seni o'rtaga qo'yuvdi. Lekin shu odam meni aldagan ekan." Dedi-da, dengizni oldida ozgina kutgandan keyin uyga quruq bormay, mana shu kundani olay, o'tin qilib yoqaman. Kunda kelgan, taxta kelgan. Shuni olib uyga borsa, ichini ochsa o'sha 1000 tilla tanga bor. Vaqtlar o'tib, 2-3 kunlar o'tib, o'sha odam yana boshqa oldiga pul olib, endi pul yetib bordimikin yo yetib bormadimikin? Uni oldiga boray deb yana pul olib, kemaga minib, buni uyiga mehmon bo'lsa, mana bu qarzim, mana buni sizga yetkazishim kerak. O'sha kuni kema yo'q edi. Shamol bo'layotgan deganda, yo'q, menga jo'natgan pulingizni men oldim dedi. Haqiqatda agar bitta masala bor bu yerda. Bundan olinadigan xulosa bor. Agar har bir narsada maqsad Alloh bo'lsa, Alloh taoloning roziligi bo'lsa, har bir qilinadigan ishlar Alloh uchun bo'ladigan bo'lsa, birodar, biling masalani Alloh to'g'rilab qo'yadi o'zi. Qanday qilish kerak? Alloh biladi uni. Biz bilmaymiz. Qanday masalani orqasini to'g'rilaymiz? Alloh taoloning o'zi bilguvchiroq. Shuning uchun amallarni, ishlarni Allohning roziligi uchun Allohga suyanib qiling. Alloh taoloning o'zi har bir bandaning masalasini to'g'rilab qo'yadi. Qanday to'g'rilashligini Allohning o'zi biladi. Chunki bandaning qalbi qaysi holatda, Alloh taoloning o'zi to'g'rilab qo'yadi. Bugun qilayotgan ishlarimiz o'xshamayapti. Tijoratlarimiz, oilamiz, farzandimiz aytganimizday emas, ayolimiz ham xuddi shunday. Hayotimiz xuddiki tizimdan chiqqanday. Nega? Chunki qilinadigan ishlar odamlar uchun, Xudo uchun emas. Alloh uchun. Suyanchiq Alloh emas. Bizlar shu niyatda amallar qilayotganimiz uchun Alloh taolo hayotimizni tizimdan chiqargan. Agar suyanchiq Alloh, kafil ham Alloh, vakil ham Alloh, Allohning roziligi uchun men bir qadam qo'yaman deng, Alloh taoloning o'zi hayotimizni to'g'rilaydi. Mana shuning uchun Alloh taolodan fazilat so'ragan holatda ishlarimizni Alloh taoloning roziligi uchun qilib, oilalarimizga, ayollarimizga, qizlarimizga, opa-singillarimizga, aka-ukalarimizga asosiy qoida tijoratni o'rgatishdan oldin ularga ibodatni o'rgataylik. Eng katta qoida shu. Ro'zg'orni, pishirni, boshqa masalarni, tijoratni, hunarni o'rgatishdan oldin ibodatini o'rgataylik. Oxiratini qilib qo'ysak, Alloh taolo dunyoda xor qilmaydi. Alloh taoloning o'zi fazilat beradi. Va shu bilan birgalikda kundalik hayotimiz o'tib boryapti. Kundalik hayotimizda hech bo'lmasa bir qator, bitta yangi narsa o'rganaylik. Bir qator kitob o'qiylik. Bir sahifa yoki bitta hadis yoki bitta amr ma'ruf yoki bir oyat, namozgami, tahoratgami, qaysiga, oxiratimizga, ilmga biz harakat qilsak, inshaalloh farzandlarimiz olim va qorilardan bo'ladi inshaalloh. Va har doim tillarimiz yolg'onni ham, bo'htonni ham gapiraveradi. Undan ko'ra bir zikr qilib, alhamdulillah deb oyatlarni, tilovati Qur'onlarni, zikrlarni, yaxshi nasihatlarni gapirsak, Alloh taoloning o'zi umrimizni barakali, rizqlarimizni keng, farzand va zurriyotlarimizni salohiyatli bo'lmog'ini Robbil alaminning o'zi barchalarimizga taqdir qiladi inshaalloh. So'zimning oxirida so'zni katta ustozimizga beramiz. Alloh taoloning o'zi barchalarimizni eshitganlarimizga amal qilishligimizni Robbim nasib aylasin. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Assalatu vassalamu Lutfullohxon Eshon bobomiz bugungi jamlanishligimizning sababi, bunda esa e'tibor bilan o'tirishlikni maslahatini berib, Odiljon qori ukamizdan ajoyib bugungi dolzarb mavzularda insonning yashashidan maqsadi nima ekanligini his ettirish niyatida ko'yinib tavsiyalar berib, suhbat qilib berdilar. Darhaqiqat muhtaram birodarlar, Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, zikrlar ichida bir zikr bor deydilar. Tasbihlar ichida bir tasbih bor deydilar. Shu tasbih eng ulug' tasbih, eng ulug' zikr dedilar. Bu hamdasi Allohumma anta maqsudi va rizauka matlubi. Har bir inson dunyoda ibodat qiladimi, xayr ihson qiladimi, nafaqai ahli iyoliga talabur rizqqa chiqadimi, uxlaydimi, safar qiladimi, maqsad bitta bo'lishi kerak. Allohim, meni maqsadim seni rizoligingni talab qilaman deyish kerak. Shundagina ma'qul bo'ladi. Agar maqsad Allohning rizoligi bo'lsa, zikrdan maqsad Alloh bo'lsa, Alloh nima deydi? Astag'firu billah, fazkuruni azkurukum. Bandam, sen meni eslasang, zikr qilsang, men ham seni esdan chiqarmayman, seni zikr qilib turaman deydi. Namoz o'qishdan, ro'za tutishdan, xayri ihsondan, oila qurishlikdan, mana shunday valima, xatna to'ylari, shukrona ne'mat dasturxonlarining yozilishligidan, mana bunday muhtasham ko'shki ayvon, bog' bo'ston qilishlikdan, haj, umra, zakot berishlikdan maqsad bitta, u ham bo'lsa Allohning rizoligi bo'lishi kerak. Ana shundagina Alloh taolo nima deyapti? Sen meni eslasang, men ham seni eslayman deydi. Sen menga niyatingni to'g'ri qilsang, men seni hayotingni to'g'ri qilaman deydi. Zero hadisi qudsisida aytadiki, yabna Odam, yabna Odam, iza zakartani haliyan zakartuka haliyan. Ey bandam, sen meni yolg'iz holatda eslasang, men ham seni yolg'iz eslab turaman deydi. Uyqudami, to'shagidami, boqqami, do'kondami, masjiddami, qayerda Alloh, Alloh, Alloh deb tursa, Alloh ham bandam, bandam deb turar ekan. Labay qulim deb turar ekan. Yabna Odam, iza zakartani fi mala'i zakartuka fi mala'il a'la. Bandam, agar sizlar meni ko'pchilik bo'lib, jamoat bo'lib eslasanglar, men ham jamiki farishta malaikalarim bilan buyuring, ey qulim deb turaman deydi. Bugun bu yerda biz jamoat bo'lib Allohni dinida, amr va ma'rufda, shar'iy pokiza bir dasturxon ustida ko'pchilik bo'lib Allohning shariatidan eslab turamizmi? Hamma farishta malaikalar bilan Alloh taolo sizni bizni eslab turar ekan. Yoki hadis-i qudsisida Alloh taolo aytadiki, yabna Odam, iza vajattani vajatta kulli shay'in. Ey bandam, agar sen meni topsang, hamma narsaga erishasan deydi. Quvvatni Alloh bergan, aqlni Alloh bergan, yurishga oyoq, gapirishga til, ko'rarga ko'z, eshitlarga quloq, ko'rarga ko'z bergan, farzandlar, oila, bu ne'matlarni hammasini Alloh bergandi. Meni topgan odam hamma narsaga erishaveradi deydi. Yabna Odam,
İza kutta fata kulli şeyin, ey odam bolasi, agar sen meni yo'qotib qo'ysang, hamma narsangdan mahrum bo'lasan dedi. İbrahim Halilulloh yakka xudolikka da'vat etganliklari uchun mal'un Namrud alaylarni qani seni Robbing meni balolarimdan saqlasin qani deb shahar xalqiga bir oy bir arqadan o'tin yig'ib kelishlikka buyurdi. Bir shahar xalqi yig'ib kelgan o'tinlar bilan tog'day bo'lib ketdi. Ana o'shanga İbrahim Halilullohni uloqtirmoqchi bo'ldilar. Allohning sho'lasiga yaqinlashib bo'lmaydi. Manjalaqi, palahvon toshni otadigan manjalaq ekan. Qasosil anbiyoda aytiladiki, İbrahimning farishtalari himoya qiladi. Farishta nopok o'rinda bo'lmaydi. Aka singilni zino qildirilsa, himoyasiz qoladi-yu, uni uloqtirishga iloji bo'ladi deb aytadilar. Ammo Imom G'azzoliy rahmatulloh alayhi Favoidul Muslimin kitoblarida aytadilarki, Hazrati Ibrohim Halilullohni o'sha Namrud alaylarni alovni yoqib uloqtiraman degan manjalaqiga o'zlari kelib o'tirdi. Jabroil alayhisalom hojat bormi desa, keling birga o'tiramiz dedilar. Yonib ketamiz dedi Jabroil alayhisalom. Unda sizga hojatim yo'q dedilar. Jabroil alayhisalom ruxsat bering ey Halilulloh dedi. Qanotimni dengizga botiray, suvni olib kelib to'kay, bu olov o'chadi dedi. 600 ta qanotlari bor edi, mag'rib bilan mashriqqa yetadigan Jabroilning. Yo'q dedilar. Ya Halilulloh ruxsat bering. Qanotimni belgitay, bu olov 3 kun bo'lib uchib kul bo'lib ketadi dedilar. Yo'q dedilar. O'z ixtiyorlaridan mana shunday kelib Halilulloh o'tirdilar. Manjalaqa otilgandan keyin uchib kelyapti. Allohga Halilulloh. Jibril alayhisalom tepada yonlariga kelib, hojat bormi desalar, hasbinalloh dedilar. Alloh menga kifoya qiladi. Allohga hojatim bor, lekin sizga hojatim yo'q dedilar. Allohni topgan edilar. Allah nima dedi? Yana kunu li Ibrohim bardan va salaman. Ey Allah, İbrahim uchun sayasardan joy gulguzorga aylan. Yondirma, ko'ydirma dedi. Halilulloh bir oy shahar xalqi yiqqan tog'day alovni o'rtasiga ichiga kelib tushdilar-u, ammo u tog'day o'tin yonib kulga aylandi-yu, Ibrohim alayhisalom yonmadilar. Jabroil alayhisalom ey Halilulloh nega Xudoni bu balosidan qo'rqmadingiz desa, ey birodarim Jabroil dedilar. Bu dunyodagi biz foydalanayotgan alovlar bu neft, gaz, benzin, toshko'mir, o'tin nimaga yonadigan, isitadigan narsalar, ashyo borki, bu do'zaxning alovini tutundan bo'lgan. Ha? Bu do'zaxning alovini tutundan bo'lgan. Alloh taolo Allohga iymon keltirgan bandasini jahannamga qo'ydirmayman deb turgan bo'lsa, men bu dunyodagi u jahannamning alovini tutuniga qo'yaman dedilar. Shu e'tiqodda edim dedilar. Xudo Allohni topgan, Allohga iymon keltirgan bandasini do'zaxga jasadini harom qilaman deb turgan bo'lsa, Xudoga iymon keltirgan bandasiga, Xudoga iymon keltirib bandachilik qilgan bandasiga do'zaxni Alloh harom qilgan bo'lsa, do'zaxni tutundan bo'lgan alovga qo'yardim-man dedilar. Va Allohga tavakkul qildilar, Alloh saqladi. Ikkinchi, aytadilarki, ey birodarim Jabroil, hali men zurriyotimdan oxir zamon payg'ambari Muhammad alayhissalot vassalom dunyoga keladi. Modomiki oxir zamon payg'ambari meni zurriyotimdan kutilayotgan bo'lsa, bu alovga yonib ketsam, bu va'dalar bekor bo'ladi, Muhammad dunyoga kelmaydi. Modomiki Muhammad dunyoga kelarkanmi,
men bu aloqa qo'ymayman deb e'tiqod qildim va Allohga tavakkul qildim dedilar. Allohga iymon keltirgan bandasini, Allohning xalili kutinayotgan siz va bizni Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni dunyoga kelishliklarini haq deb bilganliklaridan Xudo taolo Allohdan saqladi. Shuning uchun iza vajattani vajadta kulli shay'in, ey banda, agar sen Robbingni topsang hamma narsaga musharraf bo'lasan. Iza iftafata kulli shay'in, agar Robbingni esdan chiqarib undan uzoq bo'lsang hamma narsadan mahrum bo'lasan. Ana robbukumul a'la degan Fir'avn alayhilar. Musa alayhisalom Nil daryosidan o'tib ketdilar, ammo Fir'avn alayhilarni Nilga g'arq bo'ldi. Nuh payg'ambar zolim qavmning zulmidan najot kemasiga minib Xudoni topgani uchun najot topdi, lekin u kishining zolim qavmlari hammasi tufonga uchrab halok bo'ldi. Shuning uchun Alloh deganni, Allohni topganni Alloh tashlab qo'ymaydi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: "Masayyibillah in tansurulloha yansurukum va yusabbit aqdamakum." In bu arab tilida shartiya. Bu yerda ustozlar, ulamolar turibdilar. Shart. In tansurulloh, ey banda, sen Robbingga yordam bersang, yansurukum va yusabbit aqdamakum. Alloh senga umringni oxirigacha yordam beradi va qadamingni mustahkam qilib qo'yadi, toliqmaysan deydi. Alloh g'ani, biz fuqaromiz. Alloh ahad samad, hech kimga muhtoj emas, biz unga muhtojmiz. Alhamdulillah va in lam tahmiduhu. Allohga biz hamd sano aytib ibodat qilamizmi, qilmaymizmi? Alloh hamd sanoga, maqtovga loyiq bo'lgan zot. Bizni ibodatimizga, zikrimizga, tasbihimizga muhtoj emas. Lekin Allohning diniga yordam bergan kishiga Alloh yordam beraman, abadiy mustahkam qadamingni qo'yaman dedi. Namoz o'qisangiz Xudoning diniga yordam bergan bo'lasiz. Masjidga borsangiz namozga Xudoning diniga yordam bergan bo'lasiz. Hozir men andak masjidga kirib tahorat qildim. Hali peshonasi sajda ko'rmaganlar ham ko'p. Hali masjidga bormaganlar ham ko'p. Ota bobo bo'lib turib hali peshona sajda ko'rmaganlar ham ko'p, lekin Xudoning uyiga borsa Xudo taolo borishiga muhtoj emas, ammo Allohning diniga beradigan yordami o'ziga yordam bo'ladi. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki: "Masayyibillah la yansurannallohu man yansuruhu." Bu yerda mana sharti yana kelyapti. La yansurannalloh deganda ham lomi ta'kid, ham nuni ta'kidi saqila bilan aytibdi Alloh taolo. Albatta Alloh yordam beradi, man yansuruhu. Kim Allohga yordam bersa. Yana aytamiz, Alloh bizning ibodatimizga, ihsonimizga muhtoj emas, ammo Allohning shariatiga yurgan bandaga Alloh taolo abadiy yordam berishligini, yordami haq ekanligini aytadi. Va inchining boshqa bir oyatda aytadiki: "Astagfirullah allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Shunday odamlar Allohning yo'lida yurar ekanlar, Allohning rizoligini murod qilgan ekanlar, Alloh taolo ularning tor hayotlarini keng qilib qo'yadi. So'qmoq, botqoq, toshloq, zavdan iborat bo'lgan notekis yo'lining tekis mashinamiz etmaydigan, yuradigan asfaltga o'xshagan hayotlarga Alloh taolo sizning yetkazib qo'yadi. Shu uchun amr ma'ruf qilinadi. Imomlarimiz da'vat etishadi, suhbat qilib nahiy munkar qiladi. Maqsad bitta. Shoyatki shu suhbatdan bir inson Alloh bergan ne'matlarini shukronasini qilsa-yu, shu bilan haqqa yetib dunyo oxirat saodatiga sazovor bo'lsa degan murod bor. Odiljon yuqorida maqsadni Alloh uchun qilish kerak dedilar. Men bitta rivoyat aytib berib so'zimni oxirini Qur'on tilovatiga beraman. Ikkita cho'pon bo'lgan ekan. Ikkita cho'pon bo'lgan ekanda bir kun uchrashib qoldi. Do'stim,
Shu men podshoning qiziga oshiq bo'lib qoldim. Nima qilsam debdi. Nima deyapsan? Sen bir cho'pon bo'lsang, podshoning qiziga oshiq bo'ldim deyapsanmi desa, ha debdi. Unday bo'lsa bir olim ulamo bor. Bir safar o'sha kishidan bir safarga chiqdi. Shu kishini oldiga yuring, bir maslahatini olaylik debdi-da, bir ulamoni oldiga ketdi. Hazrat, bu meni do'stim podshoning qiziga oshiq bo'ldi, nima deysiz? Nima maslahat berasiz desa, ana shu tog'ning tepasiga bir g'or bor. Shu g'orga kirib 40 kun Alloh, Alloh, Alloh deb zikr qildilar. Haligi chibon xuddi dedi-da, shu tepa toqqa chiqib, g'orning ichiga kirib, Alloh, 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 Alloh deb zikr qila boshladi. 5 kun o'tdi, 10 kun o'tdi. Bu qishloq shahardagilar eshitdiki, bir aziz zot g'orga Allohning zikrida ekan. Yuring borib bir ziyorat qilib, xayr manzur qilib, duosini olib kelaylik deb yurtdagi saxiylar, himmati baland boylar borib ziyorat qilib, bir nima ehson, bir nima sarfa suruv olib borsa, hali ularni olib borgan dunyosiga ham qaramasdan Alloh, 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 Alloh deb turibdi ekan. Buni podshoning vazirlari eshitdi. Podshohim, yurtimizda bir olim kishi ketdi. Olimni qadami yetgan joyda Allohning barakoti bo'ladi. Uning dunyo bilan muhabbati yo'q ekan, g'orda turib faqat Alloh deb zikr qilayotgan ekan. Boy himmati baland saxovat peshalar borsa ham, ularni qo'liga qaramasdan zikrda ekan. Shuni o'zimizga yaqinlashtirsak, u ulug' zotning zikri, ibodati, duolarining barakotidan yurtimizga Alloh fayzini ziyoda qilsa desa, unday bo'lsa podshoh qasrimni yonidan bir qasr yasab beringlar, o'shani ko'chirib kelinglar dedi. Haligi vazir aytdilarki, u dunyoga muhabbati yo'q ekan, qasringizni yonida qasr yasagan bilan kelmas ekan. Bo'lmasa ayting, men bilan shu mamlakat podshohligining hamkorligini o'tkazsin desa, unga ham ko'nmaydi-yu u odam. Dunyo bilan ishi yo'q ekan desa, unda nima deysiz? Karimaxon degan qizingiz bor-ku, shuni nikohiga beraylik. Kuyovingiz bo'lsa, hovlingizga, qasringizga, shahringizga bir umr duoingiz bo'ladi desa, podshoh rozi bo'ldi. Birgalashib g'orga bordi ekanlar. G'orga borib podshohning vazir, avon, tansoqchilar bilan haligi zikrlarda turgan kishiga, "Ey birodar, Allohning zikrida ekansiz, biz bundan mamnunmiz. Bizga yaqin tursangiz bir qasr yasab bersak sizga ma'qul bo'lardimi?" desa, jim. Zikrda Alloh, Alloh deb turdi-da. Xohlasangiz bu mamlakat podshohligini podshohimiz bilan birga hamkorlikda davom ettirsangiz, jim. Ey Allohning ulug' bandasi, zikrlarga mashg'ul zot, xohlasangiz podshohimiz sizni kuyovlar qilmoqchilar, qizlariga siz nikohingizga olsangiz, shu mamlakatga bizga duogo'y bo'lsangiz desa, jim yo'q deb turdi-da. Haligi cho'ponning ikkisi nima deydi? Ey birodar, men Allohga oshiq bo'lgan, Allohning inoyati bilan podshohning qiziga oshiq bo'lganman. Shunga qanday qilib erishsam bo'ladi deganingizda, bu ulug' zot Allohning zikrini qiling. Erishasiz dedi. Allohning zikrida bo'lib, mana shuncha imkoniyatlarga ega bo'ldingiz. Endi nega rozisiz desa, "Yo'q, olmayman" deb turdi-da. Nega desa, podshohning qiziga erishishlik uchun qilgan zikrim uchun shuncha ne'matlarga ega bo'lib, podshoh atrofida parvona ekan, agar shu zikrni Alloh uchun qilganimda, Alloh bundan ham yaxshirog'ini menga berar degan ekan. Ehson qilsangiz Alloh uchun qiling. Masjidga borsangiz Alloh uchun boring. Haj, umra qilsangiz Alloh uchun qiling. Amr-u ma'rufga keldikmi, amr-u ma'ruf qilyapmizmi? Agar Alloh uchun bo'lsa, Alloh biz o'ylamagan darajada mukofotlaydi. Bugun mana sohib ehson birodarimiz Alloh
aziz qilgan siz azizlarni chaqirib, ustozlarni chaqirib, ilm suhbat qilib turibdi ekan. Bu baxt bu birodar. Alloh taolo nima deydi? Laylatul qadr xayrun min alf shahr deydi. Bir kecha qadr oqshomda bedor bo'lgan odam 1000 oy ibodat qilganni, zikrloyi fikrlobuga bo'lganni savobini topadi degan. Bir kecha qadrda bedor bo'lgan odam 83 yil 4 oy Allohni zikrdan qolmagan, fisq fujur qilmagan, xato qilmagan, faqat ibodatda bo'lgan savobni topadi deganlar. Ammo Rasululloh nima deydilar? Majlisul ilm xayrun min alf laylatul qadr dedilar. Bir soat mana shunday ilm suhbat qildirib jamoa bilan mashvarat qilinganning savobi 1000 laylatul qadr kechasiga turgandan afzal dedilar. Qur'onda Alloh laylatul qadrning savobini aytdi. Bu hadisda shunaqa deyilyapti. Qanaqasiga desa, ha, Allohni kim taniydi, ilm bo'lmasa. Payg'ambarni kim biladi, Allohning ilmini o'qimasa. Ota-onani haqqini kim biladi? Halol haromni qayerdan biladi? Xayr ihsonni savobi, ibodatning ajri, hajning mukofoti, zakotda mehr oqibat, dunyosining himoyasi borligini ilm orqali bilmasa, qayerdan biladi? O'sha qadr kechasining ham savobini ilm orqali bilinadimi? Shuning uchun bir soat ana shunday quloq solib muhabbat bilan ustozlarni chaqirib qilingan ilm suhbatida 1000 laylatul qadrda kecha savob dedilar. Undan ham yaxshisini aytib beraymi sizga? Majlisul ilm yakfuru alf majlisul kufr. Bir soat ilm suhbat qilib o'tiradigan bo'lsangiz, 1000 ta kufronay o'tirishingizga kaforat bo'ladi dedilar. G'iybat qilib, bo'xton qilib, nomunosib gaplarni gapirib, eshitib o'tirilgan, noo'rin joylarda o'tirilgan 1000 ta kufronay o'tirishga bir ilm suhbatiga o'tirganning kaforati bo'ladi degan ekanlar. Ana shunday o'tirishga beriladigan mukofotni, ajrni Allohdan so'ragan holatda inshaalloh mana qorilarimiz 2 oyat tilovat qilib bersalar, duolar qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Odiljon, rahmat sizga. Birodarimiz Aziz Xo'ja biz bilan chetda Arabistonda birga o'qigan do'stimiz, hammamiz bilamiz, notiq va voiz bo'lgan ajoyib birodarimiz Aziz Xo'jani jiyanlari bo'ladi Odiljon. Urgutli xalqi yaxshi ko'radi. Sog' bo'ling, ko'p keling, boringizga shukr, bor bo'ling. Bu himmati bilan urgutli xalqimiz hamisha siz bilan muhabbatda, hamisha bu xalqimizni Alloh aziz qilsin. Topganlarni Alloh shunaqa to'ylarga buyursin. To'yga kelib jimagina quloq solib, mana men xizmat qilaman deb turgan yigitlarni birovga ayta olmaydigan nima orzu niyatlar bo'lsa, hamma niyatlariga Alloh yetkazsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.